Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, aziz yurtdoshlar. Mana bizga hozir Jizzaxga juda katta yerga tarvuz ekadigan dehqonlarimiz kirib keldi. Baxtiyor akamiz, Zafar aka, Dilshod aka, Naim aka. Bir chehralaringizni ko'rsatingizlar, oluvchi dehqonlarga shuni. Aka, hozir Jizzaxda qayeriga, qancha joyga, misol uchun mo'ljallangan tarvuz olyapsizlar? Jizzaxda Rovot qishlog'i. Rovot tumani. Hozir mana Konsulat ekishga. Ekaset firmasini Gigant navli tarvuzni qanchaga olyapsizlar? Gigant 20 gektar. 20 gektar. Salkam 30 gektarga Nasko olishyapti. Mana shu akalarimiz, xudo xolasa, hosillar tayyor bo'lsa ham, nasib bo'lsa boramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. Ishonchli akalar bemalol tarvuz bilan shug'ullanadigan dehqonlar bemalol kelib, mana shu 34-do'konga murojaat qilinglar, garantiyasini beryapti. Xudo xolasa, sharmanda qilmaydi. 34-do'kon, Jasurbek desangiz hammasi bilishadi. Dastavka xizmatlarimiz ham bor. Telefon nomerlarimiz 94lik 574 3707. Bu klientlarga tarvuz pishgandan keyin. Avgust 5dan sentyabrgacha tarvuz uzilmaydi. Xudo xolasa 60 gektar o'taverasizlar. Kelishtirib boramiz. Sog' bo'linglar.